3 aprel fuqarolarning murojaatlarini qabul qiladigan kunimiz. Hozir birinchi fuqaromiz bilan suhbatlashib olamiz. Murojaat bo'yicha keldingiz? Assalomu alaykum. Nom masalasiga. Assalomu alaykum. Bizlar shu Xalq bankidan 2023-yil oktyabr oyida kredit olganmiz. Shu kredit yapılgan, hem общий pul yapılgan, lekin MIF'dan ortiqcha pul mablag'i kelib tushgan Xalq bankidan. Shuni iltimos men qaytarib berishga yordam berishingizni so'rayman. Kredit yapılgan. Kredit yapılgan. Doğru mu? Ava. Mesela kim modunda o kredit? Saytimolaylar. Jismoniy kredit qarang. Tamam. Bizning jismoniy shaxslarni muammoli kreditlar bilan ishlash sho'ba mudirimiz bor, shular bilan gaplashib ko'ramiz. Saving olaylarmi? Tamam. Saving olaylar. Kredit to'liq qabullangan qarang. To'liq qabullangan kreditlar. Bu kredit to'liq qabullangan bo'lsa, ortiqcha to'langan mablag'ingizni ortiqcha to'langan mablag'da yoki plastik kartangizni yoki gelen tashkilotga qaytarib berishini buyuk xudo xohlasa ta'minlaymiz. Bular oyliklarni o'sib turmaydi o'sha? Ava. Masalan, Necha ish kunida bitadi ekanmi? Xudo xohlasa uzatib 3 ish kunida.